O'zbekiston bo'yicha sayohatimizning ikkinchi kuni Qo'qonga tashrif buyurganmiz. Babushka degan gazligirovka o'stonxonasiga kelganmiz. Nomi bet Babushka ekan. Original zapchast yaxshi ustalarga qo'ydirishini tavsiya beramiz. Ko'rishini mumkin. Bu mashina butkul yonib tugabdi. Original zapchast yaxshi ustaxonalarda qo'ydirsangiz necha qimmatroq bo'lishi mumkin. Lekin mana ahvolga tushib qolishimizga xudo xolasa, отказ qilmasa, shunaqa ahvolga tushmaymiz. Xo'p, ma'lumot o'rnida qanaqa brendlar ishlaysizlar hozirgi kunda? Xo'sh, biz hozirgi kunda основной Yevropa gaz brendi bilan ishlayapmiz. Polshada ishlab chiqariladigan original ehtiyot qismlarga kiradi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, rail injektor, xo'p, italyanskiy, spektr reduktor, italyanskiy, mana blok upravleniya o'sha Yevropa gaz, Basiko 24 ga to'g'ri. Nimaga bular bilan ishlayapmiz hozirgi kunda? Bular ashibga chiqarmaydi. Uzoq vaqt sifatli xizmat qilib beradi. Narx borasida chin boshqa AEB italyanskiy yoki brendlarga qaraganda, Polsha stagiga qaraganda narx arzonroq. Necha ozroq. Arzon bo'lgandan keyin sifat yo'qolmagan. Xo'p, necha pul qo'yisizlar Gentra Cobalt Nexus 3'larni original qilib? Hozirgi kunda Gentra Cobalt Nexus 3 ga 3 million 300 ming so'mga eng originalni 1 yil garantiyasi bilan qo'yib beradi. Stanovka qilib bersizlar. Xo'p, metan bo'lsa-chi, mana shu оборудование original qilib metan bo'lsa 5 million 500 ming so'm bo'ladi. Tushunarli. Demak, Damas, Cobalt hammasiga Qo'qon bo'yicha qancha razisiya qildi, misol uchun aytadi-ku klientlar. Xo'sh. Endi razisiya qilishini qanchaligini bilmadim, lekin ko'pchilik bu yerdan chiqib ketgandan keyin aylanib yana qaytib keladi. Demak, ozroq. Ha. Значит, azim. Ustani raqamlarini aloqalashib kelaverasizlar. Batafsil ma'lumotlar YouTube kanalimizda qo'llab-quvvatlab turadi.